Eshiting, balki sizga bu gaplar foyda berar. Qiyomatda Allohning huzuriga bir faqir bandani farishtalar olib kelishadi. Xudo undan so'raydi: "Ey bandam, hayotda qanday yashading?" Shunda haligi faqir banda javob berar ekanki: "Ey Alloh, hayotda faqir bo'lib, muhtoj bo'lib, kambag'al bo'lib yashadim. Xohlagan narsamni olib kiyolmadim, xohlagan narsamni olib yeyolmadim. Oddiy uylarda yashadim. Odamlar qimmat mashinalar minganda men piyoda yurdim. Odamlar qimmat saroylarda yashaganda men oddiy uyda yashadim. Lekin Xudo, senga shukr qildim, ibodat qo'ymadim. Senga hamd va sano aytdim. Bergan rizqingga, bergan taqdiringga rozi bo'ldim. Taqvo qildim, ibodat qildim." Haligi bandaning javobi shu bo'lar ekan, qarang. Shunda Alloh taolo haligi faqir bandaning javobidan xursand bo'lib: "Ey bandam, hayotda faqir yashaganing bu men seni yomon ko'rganimdan emas. Hayotda muhtoj bo'lib yashaganing meni rahmatimdan uzoqliging uchun emas, balki senga beradigan mukofotlarimni men oxiratga olib qo'ygan edim, oxiratga zaxira qilgan edim. Mana jannat senga mushtoq. Mana jannat eshigi sen uchun ochiq. Bor jannatga kir. Hayotda qilgan sabring, yo'qchilikka qilgan sabring, qanoating, meni bergan taqdirimga rozi bo'lganingning evaziga boylardan 500 yil avval jannatga kirasan. Yana bir senga bir karomat aylay. Ey bandam, ey faqir bandam, qanoatli, taqvodor bandam. Hayotda qiynalib, muhtoj yashaganingni, sabringni evaziga men senga yana bir karomat aylay. Mahsharga borgin, boylarning holini ko'r. Dunyoda eng halol bo'lib yashagan boyni ham hisob kitobi tugashiga 500 yil bor. Bor mahsharga, boylarning holini ko'r. Va hayoti dunyoda senga yaxshilik qilgan, senga sadoqat bergan, zakotidan bergan, ushuridan bergan, ihsonidan bergan boyni qo'lidan ushlab jannatga billa olib kir. U boy senga dunyoda yaxshilik qilgan bo'lsa, sen unga oxiratda o yaxshiligini qaytarib qo'y. Shunda haligi mahsharga borar ekan. U yerdagi boylarning hisob kitobi qattiqligini ko'rar ekan. Va mahsharda turgan boylarning ichida bir unga hayotda yaxshilik qilgan boyni tanib qolar ekan. Eslaydi, shu inson unga yaxshilik qilgan, qiynalganda, sovuq kunlarda kiyintirgan, farzandlariga sadoqat ihson qilgan, yetim bo'lsa boshini silagan, beva bo'lsa Xudo uchun, nafsi uchun emas, Xudo uchun yaxshilik qilgan, ihson qilgan bir boyni tanib qoladi. Haligi faqir banda qarang. Xudo uni martabasini ko'tarib qo'ydi. Mahsharda turgan haligi boyni oldiga kelib: "Ey falonchi, esingdami? Hayoti dunyoda menga yaxshilik qilgan eding. Qurbonligingdan, ihsoningdan, zakot ushuringdan bergan eding. Menga uy qurib bergan eding, farzandlarim yetim boshini silagan eding. Endi hayoti dunyoda qilgan yaxshiligingni men bu dunyoda qaytarmoqchiman. Qani men bilan yur." Qo'lidan ushlab haligi faqir banda haligi boyni shafoat qilib jannatga billa olib kirar ekan. Azizlar, qanday go'zal gaplar. Boylar, ko'zingizni oching. Faqirlarni yomon ko'rmang. Faqirlarni yaxshi ko'ring. Obbo, yana shu odammi? Yana shu odam eshigimni tagiga keldimi? Yana shu odam qarz so'rab keldi. Yana shu odam pul so'rab keldi. Moddiy yordam so'rab keldi. Obbo, shulardan qachon qutularkinman? Jonga tegdi, shular ham meni qiynab yubordi demang hech qachon faqirlar haqida. Payg'ambar alayhisalom: "Ey boylar, faqirlar boyligi uchun boysiz. Faqirlar boyligi uchun Xudo sizga bolingizga baraka beryapti. Faqirlar borligi uchun siz duoingiz ijobat. Faqirlarga ihson qilganingiz sababli Alloh sizni rizqingizga, umringizga, dardingizga shifo beryapti. Rizqingizga Alloh barakot beryapti. Molingiz ana shular borligi uchun Alloh molingizni ziyoda qilyapti. Ey boylar, ko'zingizni oching. Bugun mana aynan biz shu aytayotgan yetimlar, bevalarga orqamda turgan uy qurilyapti. Bee'tibor bo'lmang. Siz e'tiborli bo'lsangiz ham, bee'tibor bo'lsangiz ham bu uylar qurilaveradi, bitkazilib, topshirilaveradi. Xayriya karvoni o'tib boraveradi. Sherik bo'lib qoling deyapmiz xolos. Qiynalib yurgan muhtojlar, kasallar, bevalar, yetimlarga ihson qiling, sadoqat qiling. Zora Alloh taolo qiyomat kunida shularni shafoatidan siz bilan meni jannatga kiritsin. Zora shularga qilgan ihsonimiz sababli Xudo bizlarni rahm aylasa qiyomat. Mana kamerachilarimizdan iltimos qilardik, bu uyni ko'rsatsa. Xudo xolasa mana
40 ketib biri qoldi. Mana shu uyni inshaalloh topshirish arafasidamiz. Bizga eshikron mahsulotlari, hammom, hojatxona mahsulotlari, tashqi va ichki fasad mahsulotlari va mana bu sahnlarga yotqizishga aspalmi, bruschatka ham shunaqangi mahsulotlar ayni damda juda ham zarur. Ustalarimizga haq berishimiz kerak. Ustalarimiz qilib bitirib chiqib ketdilar. Saxovatingizni ayamang. Bizga sherik bo'ling. Xayriya karvoniga qo'shiling. Xudo xolasa, yuqorida aytilgan gaplarning fazilatidan siz bilan menga hammamizga Xudo nasib aylasin. Sog' salomat bo'ling. Saxovatingizni ayamang. Xudo hamisha hammamizni o'zini marhamatidan darig' tutmasin. Sog' bo'ling.